Qo'lingizda kalit bo'la turib, kalit izlaganmisiz? Yoki kecha nima kiyganingiz esingizdan? Xotirangiz susilishayotgan bo'lsa, diqqatingizni bir joyga jamlay olmayotgan bo'lsangiz, rolikni oxirigacha ko'ring. Miyangizni faoliyati unga bergan oziqangizga bog'liq. Miyangizda 60% yog'. Agar unga yog' bermasangiz, miyangizdan xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi. Uning oziqasi omega 3, avokado va tuxum sarig'i. Har bir qoshiq shakar neyronlarga zarba. Qondagi qand moddasining ko'tarilishi esa mikroyallig'lanish va xotirani pasayishiga olib keladi. Tana uchun diet mahsulotlar kerak, lekin miya uchun xolin kerak. Bu esa jigarda, tuxum sarig'ida va baliq mahsulotlarida bor. Agar ko'kat yemasangiz, miyangiz tez qariydi. Shpinat, rukola va kashnich bular mochniy antioksidant. Suv kofedan muhimroq. 2% suvsizlik sizni kognitiv funksiyangizni 10% ga pasaytirib qo'yadi. Mikroelementlar bu miyaning oziqasi. Magniy, yod, rux. Bu xotira va diqqat uchun juda ham zarur. Miya uchun fast food emas, sog'lom ovqat kerak. Kamroq shakar, ko'proq tuxum, suv va jigar. Miyangiz tormozlanmayapti. Siz noto'g'ri ovqatlanyapsiz. Diqqat jamlanmasa, xotira sust bo'lsa, bu esa miyada mikroelementlarning yetishmovchiligi. Bosh miyadagi ko'plab muammolarni hal qilishni xohlasangiz, bizni kuzating. Keyingi videolarimiz esa shu haqida bo'ladi.